ustoz Abror Muxtorali, men bitta videongizni ko'rib qoldim. Menga to'g'risi sizni dinga da'vat qilish uslubingiz yoqmaydi. O'shaning uchun bu meni shaxsiy fikrim. Demokratik davlatda yashaymiz va har bitta fuqaro o'z fikrini bildirish haqqi bor. Va sizga shu narsani men aytmoqchiman. Sizga bitta fuqaro, ya'ni sizga bitta ummat deymizmi endi, ongi past ekan uni sizga savol beryapti. Siz deyapti, yevreymisiz deyapti. Siz unga juda ham chiroyli javob berdingiz va oxirida siz unga savol beryapsiz. Siz harommisiz yoki harom emasmisiz? Ota-onangizdan borib so'rang deysiz, ota-onangizdan so'rang deysiz. Endi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam, bu meni ilmim yetmaydi, sizdan so'rayman, savol ustoz. Ummatlariga yoki kofirlarga sen harommisan yoki harom emasmisan savol berganmidi? Yoki dinga mana shunaqa insonlarni kamsitib. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bir ukamiz savol beribdilar. Savolni boshlanishida sizni dinga da'vat qilish uslubingizni yoqtirmayman debdilar. Pozitsiyalarini aniq aytib qo'yib, keyin berilgan savol to'g'risida qanday javob berish kerakligini savol tarzida beribdilar. Xo'p, bir kishi jonli efirda menga yevreymisiz deb savol berdi. Yo'q, yevrey emasman dedim. Orqasidan endi siz haromisiz deb unga men savol berdim. Shu yoqmabdi u kishiga. Endi samimiy so'rayapman, madaniyatdan chekinmayapman, demokratik davlat, shaxsiy fikr deyaptilar-yu. Bu yerda o'sha g'araz bor, o'sha g'arazga yarasha savol beryaptilar. Lekin savolning mohiyatiga keyingi istoriyada to'xtalamiz. Madaniyatli savolga madaniyatli javob beramiz. Keyin savol berganingizdan keyin sizga ko'p odam negativ fikr bildiribdi. Siz negativ fikrlarga javob berayotganingizda o'sha mendan talab qilgan narsangizni 10 barobar teskarisini o'zingiz qilibsiz. Hojatxonangizda o'tirib undoq qilib javob yoz, bundoq qilib javob yoz qilibsiz. Ya'ni u o'zini odam madaniyatli ko'rsatishga urinishi mumkin. Madaniyatli bo'lmasa, bir kun bir joydan yana hididan ma'lum bo'lib qoladi. Xo'p, savolga kelsak, u odam menga savol bermayapti. U odam meni haqorat qilyapti. Haqorat qilganiga yarasha men xuddi uni uslubida unga savol beryapman. Bu bir. Ikkinchidan, u diniy masalani so'ramayapti mendan. Men dinga da'vat qilmayapman u yerda. Mavzuni mohiyatini tushunmasdan turib g'araz bilan savol beryapsiz siz ham. Undan keyin sizga negativ bildirganlarga men tasavvur qilyapman, payg'ambarimiz davrida shunaqa bo'larmidi deyapsiz-da, dinni yaxshi bilmayman men deyapsiz. O'zi odatda sizlarga o'xshagan odamlarning aksariyati shunaqa bo'ladi. Dinni yaxshi bilmaydi, dindan uzoq bo'ladi. Lekin o'zi xohlagan narsani domla imom gapirib bermasa, u domla imomni yoqtirmaydi. Sizlar xohlagan narsani gapirib berish kerak, sizlarning nazdingizda. Hop, sahobalar davrida Hazrat Umarni oldilariga ikkitasi kelgan savol so'rab. Shu savolni mendan so'rayapsanlarmi? Rasulullohdan so'radilaringmi deganlar. Ha, so'radik. Yana mendan so'rayapsan. Ha, hop to'xtab tur deganlar. Shunda ichkariga kirib, qilichlarini olib chiqib, kallasini olganlar halgina. Munofiqni. Islomni bilmasangiz, sizga yoqmasa, biz nima qilaylik? Sizga yoqadiganroq qilib beraylikmi? Madaniyatli savolingizga sizga madaniyatli javob. Endi xulosa. Aslida sizda qalbingizda menga nisbatan nafrat bor, adovat bor. O'sha adovatni haliga til yog'lamachilik bilan go'yo madaniyman gapiryapman, madaniy savol beryapman-ku degan shaklda chiqarib olmoqchisiz. U yo'l bilan chiqmaydi u. Sizga yoqish meni missiyamga kirmaydi. Sizga o'xshagan odamlarga moslab gapirib berish ham meni missiyamga kirmaydi. Meni yahudiymisan deb savol berayotgan odam, bu haromi bu. Haromi bo'lmasa, bunaqa bir musulmonni tanib tanimasdan haqorat qilmaydi. Haqorat qildimi, unga yarasha sahobalar ham jiddiy javob berishgan. Payg'ambar alayhissalomni haqorat qilgan Ka'b ibn Ashraf degan odam bor. Yozing, kimligini o'rganing, ahvoli nima bo'lgan. Din haqida bilmasangiz, o'zingizdan madaniyat yasab olmang. Dinni bilmagan madaniyatli bo'la olmaydi.